Kechagina Germaniyadan keldim va bizda qaynoqqina vizametrikdan bilmadim, hali ochib ko'rmadik. Xudo xolasa qaynoqqina xabar yetib keldi mana Humoyinda. Humoyin til kursiga topshirgandi. Humoyin qani ochib ko'ringchi. Xudo xolasa hozirgina vizametrikdan mana vizalar bilan 6 oylik til kursiga viza oldilar. Tabriklayman Humoyin. Vizangiz qancha vaqtda chiqdi? 5 oy ketdi-da. 5 oy ketdi. Shunday. Boradi, necha marta siz bu yerda odkaz qilmoqchi bo'ldingiz, boshqa qilmoqchi bo'ldingiz, lekin mana tabriklayman, zo'r. Qachonga uchishingiz bo'ladi endi? 2 noyabrga-da. 2 noyabr, ha? Shunday. Hozir 30-dan boshlab vizangizni 6 oyga bergan. Tabriklayman. Rahmat. Omad. Sizni xudo xolasa maktabimizda ko'rishimizdan xursand bo'lamiz. Rahmat. Agar siz ham til kursiga topshirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi kontaktlarga chiqishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha sizlarga yordam beramiz. Mana Toshkentdagi yoki Samarqanddagi Building Bureau maktablarimizga kelsangiz, til o'rgansangiz bo'ladi va o'zimiz mana viza chiqishlariga ham qo'ldan kelgancha yordam beramiz, jo'natamiz, kutib olamiz, o'qitamiz. Xudo xolasa kelgusida ishga joylashishga yoki qanaqadir o'qishga, Ausbildingga joylashishga ham ko'maklashamiz.